Bugun YouTube kanalimizda noodatiy bo'lgan avtomobilni sizlarga taqdim qilamiz. Yetmaganiga bu avtomobil B kategoriyada bemalol harakatlanansanglar bo'ladigan mashina. O'zimizning shineralardan ancha katta bo'lgan, lekin navroti ham, o'zini ichki komplektatsiyasi ham, xarakteristikasi ham ancha shineradan aqlliroq bo'lgan, lekin narxi ham shunga yarasha ozgina ko'proq bo'lgan mashina, lekin yaxshi, nahadu yurib turgan, mehnat qiladigan, pul topadigan avtomobilni bugun sizlarga obzor qilamiz. Kimdadir D kategoriya bo'lmasa, mana shu mashina sizlarga xudo xolasa xizmatlarni qilib beradi. Bir chetdan ko'rsatamiz, shu avtomobilimizda 2 litrli motor qo'yilgan, ya'ni motor ham kichkina padarka motor emas, 1,5 litrli emas, 2 litrli, yetmaganiga gaz ballonlarigacha qo'yib qo'yilgan, gaz ballonni ham yaqindan o'rnatib qo'yishgan. O'zimizning yaqin akalarniki bo'lganligi uchun obzor qilib beryapman. Bilasizlar, o'z boshqa brendlarni kamdan kam reklama qilaman, lekin mashina sinovdan o'tgan, o'zimizda yaxshi yurgan mashinamiz bo'lgani uchun sizlarga taqdim qilamiz. Xo'p, nima aybi bor degan savollar tug'ilishi mumkin. Mashinaning bittagina joyida meyatinasi bor, qo'ygan joyi kraskasi absolyutni top-toza. Mana shu joyida meyatinasi bor. Kraskasi ko'chmagan, bemalol где-то 500-600 ming so'mga shu meyatinani chiqarib beradi. Aytaylik, lekin hech qanaqa qo'ygan joyida ishi yo'q. Mashinani $700 rasxod qilib qo'yib, hadoylarini yana ham yumshoq qo'yilgan. Bilasiz, baribir unaqa katta mashina komfort bo'lmasa, ichidagi odam ancha uzoq yo'lda qiynalishi mumkin. Ana endi sekin ko'rsatib o'taman. Razmeri ham anchagina uzun bu avtomobilimizda. Balandligini ham ko'ryapsizlar. Mani bo'yim 1.78, bu avtomobilning bo'yi esa mani bo'yimdan anchagina katta. O'lchamlari necha desanglar, bu mashinamizning balandligi 1.87, eniga 1.95 hamda avtomobilning uzunligi esa 5 metr 24 sm tashkil qiladi. Mana buni qaranglar, ichki salon. Qop-qora rangda. Mana ichki salonni ko'rasizlar, rangi ichki salonniki to'q jigarrang, ya'ni bagaj rang, korичневый ranglardan iborat. Mana bu yerda o'tirgan paytingizda ham bismillahirrohmanirrohim, mana bemalol o'tirib ketsangiz bo'ladi. Eng zo'r tarafi, bu avtomobilda konditsioner bor. Bunaqa issiq paytda Antarktidada ketganda ketsanglar bo'ladi bu mashinamizda. Xo'p, ya'ni bunday avtomobillar minivellarga xos bo'lgan bunaqa o'zini bar uchun alohida qo'l qo'yish uchun podlogotniklari ham bor. Undan tashqari bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi. Konditsionerni nastroyka qilish uchun funksiyalari bor. Orqalari ham umumiy miqdor 2, 2, 3, ya'ni 3, 5, 6, 7, 8, 9, ya'ni haydovchidan tashqari 8 kishi bemalol harakatlanadi. Mana bu yerda yana tushish uchun mos bo'lgan, ya'ni oyoqni qo'yish uchun joy bor. Bu mashinani hozirgi paytda ham 28 mingdan kam yo'q yengisi. Sababi bu eng full komplektatsiyasi. Buni prostoy paysalari ham bor. Bu eng fulli. Endi buni haydovchi tarafini ham sizlarga bitta ko'rsatamiz. Mashinaning hech qanaqa ishi yo'q. Bemalol yurib, haydab turib foydalansa bo'ladigan mashina. Beskochoy do'stlari ham bor, bakovoylari ham, hattoki isitish funksiyalari bor. Ikki salonni bitta o'tiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana, mashinamiz zalpi, ko'ryapsizlar, gaz qo'yib qo'yilgan, konditsionerlari bor. Probegiga 42500 km bosib o'tgan. Konditsionerni sal pasaytiramiz. Bu yerda mana ko'rayotgansizlar, telefonni qo'yishlar uchun maxsus o'zining anaqasi ham bor. Yana yetmaganiga besprovodniy zaryadkasi ham bu avtomobilimizda mavjud. Bu yerda podstakanchik qo'ygan ikkita joy, elektron ruchnik, avto hold, anaqasi ham elektrosvetoforli rul qo'yilgan, cruise kontrollari bor. Bu yerda esa mashinamizda monitorlari bor. Bemalol monitorlardan foydalanib qo'ysanglar bo'ladi. Tepasini ko'rasizlar mana. O'zini foydalanasi bor. Mashina anchagina keng. Oldida o'tirgan shoför ham bemalol mana qanaqa qilsa bo'ladi, foydalansa bo'ladi. Xo'p, bu yerda o'zimizning jaydaricha mexanik boshqaruv paneli qo'yilgan. Bu yerda barimiz bor. Mashinamizni yiliga aytadigan bo'lsak, 2023-yil minivan B prava bilan bemalol yursangiz bo'ladi, 8 kishilik, ya'ni B da yursangiz bo'ladi. Xudo xolasa, mashinada yana nima funksiyalar bor deydigan bo'lsak, avtomobilimizda zadniy kameralar ham bor. Mana kamerasi ham anchagina kattagina, ko'rayotganingizdek kameralarimiz ham bor. Xo'p. Oldiga parkovka, mexanika korobkalari ham bor ekan. Start-stopi mana bu joyda joylashgan. Orqalari ham anchagina zo'r, tayyor, ishlatishga tayyor bo'lgan, sayohatchilarni olib yursa bo'ladi yoki tayyor yo'nalishga qo'ysa bo'ladigan mashina hisoblanadi. Gaz baloni bor, laminatsiyalar qilib qo'yilgan, tonirovkalarni ham ko'ryapsizlar. Orqa sferasiga polni tonirovkalar urib qo'yilgan. Narxini endi aytdim, aka, sal yumshoqroq qilib bering, xudo olsin deb anaqa qildim. Bittada birinchi sizni kanalingizga qo'yib dedilar, shuning uchun YouTube kanalimga xudo qo'yib beraman. Mashinamizning narxini hozirgi kunda O'liksandan qarasanglar ham 22 ming, 21,5 ming so'rab o'tirishibdi. Okay, bo'ladigan narx qo'yaylik dedim. 19.900 ga mashina narxladi. Kraskasi absolyutni toza. Endi bitta o'zingizlar uchun baribir aytib bunaqa minivan mashinada eshikni ochgan joylar, unaqa joyda ozgina qirilgan joylar bo'lishi mumkin, lekin ozginamda uni ichteklarda to'ldirib yuborsa bo'ladi. Unaqa bir strashniy ishi yo'q. Kraskasi yo'q, absolyutni top-toza. Gaz ballonlari bor. Telefon qilasizlar, xudo xolasa yana ham chiroyliroq narx qilib beramiz. Telefon qilsanglar, realniy klientlar bo'lsa gaplashamiz. B kategoriyada bemalol yurasiz, gaz balloni bor. Xullas, soqqa qiladigan mashina. Narxini 19.900 qo'ydik.
probegini aytdik, yilini aytdik, kraskasini aytdik. Hech qanaqa ishi yo'q, olasizlar, haydab ko'rasizlar, kesinglar, bitta haydab test drive ham qilasizlar. Muammosi yo'q, test drive'dan ham telefon qo'rsanglar, etbetda ko'rishib, haydab ko'rib, to'g'risida notariusga tayyor. Kredit hech narsasi yo'q. Bittada nomingizga notariusdan rasmiylashtirib beramiz. Mehnat qiladigan mashina kimgadir kerak bo'lsa, bemalol shu pastda raqamni yozib qoldiraman. Telefon qilsanglar, yana sunnatiga ozgina o't berish imkoniyatimiz bor. Bemalol telefon qo'ringlar. Joningiz sog' bo'lsin, keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.